Salom hammaga. Bugun tovuqni qanaqa qilib ko'z qilish yo'llarini o'rgataman. Birinchi bo'lib mosh beramiz. Moshni ishtaha bilan yeyapti, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi bo'lib xamir turish beramiz. Cho'lda Jani bersak. Bundan ko'p berish tavsiya etilmaydi, chunki oshqozoniga og'ir botishi mumkin. Shuning uchun jicha berasizlar. 2-3 kunda kurka bo'lishni boshlaydi. Agar kurka bo'lmasa, yana bersalaring, xudo xolasa kurka bo'ladi. Mana makonimiz bitta o'zi, bunga makon yo'q. Endi xudo xolasa makon ham qo'shamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.